Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Videomiz boshlanishidan oldin kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yishingizni so'rab qolamiz. Bu siz uchun 5 soniya vaqt olishi mumkin. Lekin bu bizga kanalni rivojlantirish uchun katta imkoniyatdir. Hurmat bilan Saidulloh status kanal egasi. Marhamat, tomosha qiling. Birinchi mavzuyimiz qora psixologiya haqida bo'ladi. Mazkur qora psixologiya hayot tarzingizda asqotadigan maslahatlardan iborat. Kundalik hayotingizda ushbu usul va texnikalardan foydalaning. Bu ko'p narsalarni osonlashtiradi, biroq bu usullarni yaqinlaringizga nisbatan qo'llash tavsiya etilmaydi. Bu usullarni o'z vaziyatingizga moslagan holda qo'llashingiz kerak bo'ladi. Quyida berib o'tilgan maslahatlar sizga umumiy tushuncha berish maqsadida yozilgan. Hayot tarzingizga uni moslashtirish o'zingizning qo'lingizda. Barcha materiallar ochiq manbalardan olingan. Ushbu videoda nimalar haqida batafsil ma'lumot berib to'xtalib o'tamiz. Mana sizlarga qisqacha ta'rif. Birinchi qism suhbat to'xtab qolmasligi uchun qoidalar. Ikkinchi qism odamning o'ziga bo'lgan ishonchini sindirish haqida. Uchinchi qism vaziyatdan osonlikcha chiqish usullari. To'rtinchi qism gapingizni bo'lishlariga yo'l qo'ymaslik. Beshinchi qism bosim o'tkazish usullari. Oltinchi qism savollarga qanday qilib javob bermasi bo'ladi. Yettinchi qism ko'rinmas tahdid qilish. Sakkizinchi qism maraz odamlardan himoyalanish. To'qqizinchi qism har qanday bahsda g'olib chiqish sirlari. 10-chi qism tartibni buzing texnikasi. Bugungi videomizdagi asosiy mavzular bilan tanishib chiqdik. Endi batafsil ma'lumotlarga o'tamiz. Undan oldin kanalimizga obuna bo'lib, like bosib qo'yishingizni so'rab qolaman. Birinchi qism suhbat to'xtab qolmasligi uchun qoidalar. Uchrashuvga bir nechta qiziqarli hikoyalar bilan tayyorlanib chiqing. Uchrashuv bo'ladimi? Yangi odamlar bilan uchrashish yoki shunchaki do'stlar bilan suhbatlashish. Suhbatda suhbat bo'lganda qiziqarli voqealarni aytib berish sizning ishonchli hamrohingiz bo'lishi mumkin. Hayotingizdagi eng kulgili voqealarni aytib bering. Bunga ishda yoki kundalik hayotda kutilmagan va qiziqarli tus olgan voqealar ham to'g'ri keladi. Uchrashuvingiz yanada sirli yoki qiziq bo'lishi uchun qo'rqinchli voqealaringizni ham aytib o'ting. Juda ham qo'rqinchli bo'lishi shart emas, lekin hikoyadagi ozgina sir va qiziqarli burilishlar suhbatni yanada qiziqarli qiladi. Suhbatingiz zerikarli yoki umuman to'xtab qolganda shu usuldan foydalanishingiz mumkin. Oldindan tayyorgarlik ko'ring va uchrashuvingiz yorqin, unutilmas bo'ladi. Ikkinchi qism odamning o'ziga bo'lgan ishonchini sindirish haqida. Birinchi misol, agar aksirsangiz, kechirasiz. Hozirgina eshitgan ahmoqona gapimga allergiyam borga o'xshaydi. Depozitga biroz yengillik va hazil kiriting. Bu hazil tuyg'usini qo'shadi va suhbatdagi badkanalikni ketkazadi. Ikkinchi misol, rahbaringiz sizga jahl qilishni boshlayotganini sezib qolsangiz, tabassum bilan munosabatda bo'lishga harakat qiling. Unga yaqinroq o'tiring. Bu agressiv holatni kamaytiradi. Bilib bo'lmaydi. Balki sizning harakatingiz vaziyatni yengillashtirishga sababchi bo'lar. Uchinchi qism vaziyatdan osonlikcha chiqish usullari. Misol, men sizni boshqacha tushunibman deb qiyin vaziyatdan chiqib ketishingiz mumkin. Kerigingizni haq ekanini tushunib qolganingizda shu iboradan foydalaning, lekin baholik qilishga urinmang. Bu sizning obro'yingizga ta'sir qiladi. Asta-sekinlik bilan nima uchun unday fikrda bo'lganingizni, sizni nima bu fikrga undaganini aytib vaziyatni yengillashtiring. Tan oling, lekin kechirim so'ramang. Bunday yondashuv sizning obro' e'tiboringizni saqlab qolishga va vaziyatni yumshatib nizolardan qochishga yordam beradi. To'rtinchi qism gapingizni bo'lishlariga yo'l qo'ymang. Agar kimdir gapingizni bo'lib, sizga xalaqit berayotgan bo'lsa, o'zingizni xotirjam tuting va gapirishni davom ettiring. U to'xtaganidan keyin yuz ifodangizni o'zgartirmang. Ovozingiz ham balandlashib ketmasin, bu muhim. Gapingizni oxirigacha ayting. Takroran sizga xalaqit bersa ham, gapingiz tugagandan so'ng sizga xalaqit bergan odamga qarab, sizning fikringizni ham bilmoqchiman deng yoki shunga o'xshash biror nima deb qo'ying. Ushbu yondashuv muloqotda o'zaro tushunish va hurmat muhitini yaratishga yordam beradi. Shuningdek, vaziyatni samarali boshqarish qobiliyatingizni ko'rsatib beradi. 5-chi qism bosim o'tkazish usullari. Asosiy prinsip: siz suhbatdoshingizni har bir harakati va har bir qilgan ishi uchun ayblashingiz kerak. Ya'ni, kipriklaring pirpirab ketyapti-ku. Nimadan asabiylashyapsan? Nimaga pastga qarayapsan? Biror nimani yashiryapsanmi? U bunday gaplardan qochib keta olmaydi.
Raqibga ko'proq bosim o'tkazmoqchi bo'lganingizda ushbu texnikadan foydalaning. 6-qism savollariga qanday qilib javob bermasa bo'ladi? Savollarga javob bermasangiz, tushunmovchilik va noqulay vaziyatlarni keltirib chiqarishi mumkin. Lekin siz aql bilan ish tutsangiz, bularning hech qaysisi sizda kuzatilmaydi. Javob bergim kelmayapti desangiz, atrofingizdagilar sizga salbiy munosabatda bo'lishlari mumkin. Quyidagi javoblar esa sizni qutqaradi degan umiddaman. Bu shaxsiy, oilaviy masala bu. Men bu haqida boshqalar bilishni xohlamayman. Bu gaplardan keyin ular savolning javoblariga qiziqish bildirishmaydi, so'rashmaydi. Shu o'rinda siz va sheriklaringiz orasida o'zaro tushunish paydo bo'ladi. 7-qism ko'rinmas tahdid qilish. Odamlarga ochiqdan ochiq tahdid qilish yoki manipulyatsiya qilish uchun psixologik usullardan foydalanish salbiy va mudhish oqibatlarga olib kelishi mumkinligini aytib o'tgandim. Unuting, aslo bunday qila qo'ymang. Yaxshisi ko'rinmas tahdidlardan foydalanganingiz ma'qul. Maqsadingiz ularni xavotirga solib, o'zingizni sirli odamdek ko'rsatish bo'lsa, zararsiz iboralardan foydalaning. Masalan, men shunday narsalarni bilaman. U sizning xayolingizga ham kelmagan. Men haqimda ko'p bilmaganingiz yaxshi. Shoshilmang. Vaqt kelganda bilib olasiz. 8-qism maraz odamlardan himoyalanish. Maraz odamning darajasiga tushib, u bilan pattakilashish yutqizganingizning yaqqol belgisidir. Odamlarni qasddan harakatga keltirish vaqtida ustun turish va qiyin vaziyatlarda xotirjamlikni saqlash sizning kuchingiz va chidamliligingizni ko'rsatadi. Agressiya yoki norozilikka duch kelganingizda o'qilgan munosabatni siz ham qaytarsangiz, vaziyat yanada og'irlashishi aniq. Hissiyotga berilib janjal qilgandan ko'ra, o'zingizni jilovlab olganingiz sizga ko'proq foyda keltiradi. Uning gapi qolmaganda yoki jim bo'lib qolganida shunday deng: bo'ldimi, shumi? Bu savol nafaqat odamlarni qasddan harakatga keltirishga befarqligingizni ko'rsatgina qolmay, balki sizni o'zidan ustunroq deb his qilishga undaydi. U gapini davom ettirar ekan, sekinlashayotgan paytida ikkinchi savolni berishga tayyor turing. Nega bu gaplarni menga aytyapsiz? Nega? Bu savol uni so'zlari va harakatlarining ma'nosi haqida o'ylashga majbur qiladi. Farosati bo'lsa, uning gaplari keraksiz, harakatlari esa zararli ekanligini tushunadi. Ko'pincha bunday vaziyatda raqib to'g'ri va mos javob topa olmay talvasaga tushadi. Natijada mojaro to'xtashi, vaziyat esa yaxshi tarafga burilishi mumkin. Rostdan ham u o'z xatosini tushunib yetsa, sizdan kechirim so'raydi. Lekin kutmang, siz ham uning xatti-harakatlarini qaytarsangiz, gaplarni aytsangiz, bu sizning pog'oningizni past qiladi. Lekin o'zingizni erkin tutib, his-tuyg'ularingizni nazorat qila olsangiz, bu sizga ustunlik taqdim etadi. Bunday yondashuv keskin vaziyatni yumshatishi, keraksiz mojarolarning oldini olishi va har qanday sharoitda xotirjamlikni saqlashda qo'l keladi. 9-qism har qanday bahsda g'olib chiqish sirlari har bir fikr eshitiladigan, lekin faqat bittasi tanlangan munozarada samarali argumentatsiya usullaridan foydalanish muhimdir. Chunki so'zini ko'proq ishlating. Sababi sizning fikringiz albatta eshitiladi va haq bo'lib chiqish ehtimoli ham katta bo'ladi. Aytib o'tish joizki, odamlarga kuchli isbotlar bilan aytilgan fikrlar ko'proq yoqadi. Qolaversa, ular buni bajonidil eshitadilar ham. Chunki birikmasi ishlatilgan gaplar xoh g'alati bo'lsin, xoh fantastik bo'lsin, 90% hollarda unga ishonishadi. Bu so'zning o'zi sizning gaplaringizga mantiqiy to'liqlikni beradi. Bu esa tinglovchi yanada jozibali va ishonchli tarzda yetib boradi. 10-qism tartibni buzing texnikasi. Stressli vaziyatlarda bosimga beriling va tabiiy reaksiya hokimiyatdagi odam haqida gapirish tizig'ini qabul qilishdir. Biroq bu yondashuv bizni nazoratdan mahrum qiladi va suhbatlar yoki muzokaralarda noqulay natijalarga olib kelishi mumkin. Buning o'rniga suhbat tartibini ketma-ketligini buzadigan savollardan foydalaning. Suhbatni boshqa yo'nalishga yo'naltiradigan mavhum savollar. Keling, misol tariqasida kimdir bilan janjallashib qolganingizdagi holatga tushib ko'ramiz. U sizga baqiryapti, to'xtamay gapiryapti. Shunda siz unga ayting: nutqingiz juda zo'r ekan, sira ham tutilmadingiz, kursga borganmisiz? Bu savol ketma-ketlikni buzadi, vaziyatni yumshatishga yordam beradi, uning tajovuzkorligini kamaytiradi va javob berishdan oldin uni o'ylashga majbur qiladi. Albatta, bu savolni kesatqi gapdek aytmang, balki hayratlanib, o'zingizni rostdan ham aytayotgandek tutib foydalaning. Agar mavzuyimiz qiziqarli bo'lgan bo'lsa va ushbu mavzuning keyingi qismi chiqishini xohlasangiz, izohga 2-qismi deb o'z fikringizni yozib qoldiring. Tomosha qilganingiz uchun katta rahmat. Kanalimizga obuna bo'ling va like bosing.
Keyingi videolarimiz chiqqanda birinchilardan bo'lib tomosha qilish uchun qo'ng'iroqchani bosishni unutmang. Bu mavzuga qiziqadigan tanishlaringizga ham yuborib qo'ying. Sizlar bilan Saidulloh status kanali bo'ldi. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling.